tuzatayotgan, devorning ustida ish qilayotgan odam bo'ladi. Birinchi bo'lib shu eshitadi, birinchi bo'lib yiqilgan, qiyomatda surning ovozini eshitib bo'lgan kishi mana shu devorning ustida turgan kishi bo'ladi. Keyin ovoz ko'tariladi, butun koinot halok bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat ikki kishi bir ko'ylakni savdolashib turganlarda qoyim bo'ladi. Ular hali savdolarni tugatib ham yoki bir-biridan ajramagan bo'ladi. Savdosining ustida qiyomat bo'ladi. Bir kishi o'zini hayvonini sutini sog'ib, olib kelib ichishlikka ulgurmasdan qiyomat qoyim bo'ladi. Bir kishi devorini tuzatib, uni pardozlab ustiga suv quymay turib qiyomat bo'ladi. Bir kishi tayyorlagan taomini olib, og'ziga solmay turib qiyomat bo'ladi. Ya'ni ovqatni pishirib kelib, olib yeyishlikkacha, luqmani tovoqdan olib og'ziga solishlikkacha qancha vaqt o'tadi? Mana shunday qisqa muddatda qichqirib tutadi, hammasi birdaniga halok bo'ladi. Avvaliga sekin-sekin boshlanadi ovoz, keyin birdaniga ko'tarilib ketadi. Shunda buyuk bir ajoyib ishlar sodir bo'ladi.